Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana bugungi yana atprafkamiz. Kanalimizda obunachimizga ketyapti. 5 ta hikol bolasi. Allohim barakotli qilsin ilohim. Mana hikol quyonlarimiz inshaalloh o'z egalariga ketyapti. Obunachilarimizdan beshta tumshuqlari, teglari yaxshi, xudo xohlasa. Buni ham teglari, tumshuqlari yaxshi. Buniki ham yaxshi. Toza. Bu ham toza. Allohim xayrli barakotli qilsin, olganga ham, topganga ham ilohim. Hozir yana bir nimani ko'rsataman. Hozircha sotuvda tugadi. Mana endi xudo xohlasa bu bolalar yaqinda chiqadi, mana ko'rsatib o'tamiz. Yaqin kunlarda chiqadi albatta. Kanalimizda sotuvga chiqdi deb xabar beramiz. Xudo xohlasa. Mana busida ham bor. Xudo xohlasa. Hammaga barakotli qilsin ilohim. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib, bittadan like bosib qo'yamiz. Hammaga rahmat. Alloh rozi bo'lsin barchalardan ilohim. Kimga quyon kerak bo'lsa bemalol yozaverasizlar.